UFC olamida ayni paytda birdaniga bir necha katta voqealar yuz bermoqda. Islom Maxachevning sirli bayonoti, Justin Gaethjening keskin ishonchi, Ilya Topurya'ning juda katta gaplari va hatto Conor McGregor haqida ham kutilmagan fikrlar yangramoqda. Eng qizig'i esa bu gaplarning ayrimlari kelajakdagi super janglarga yo'l ochishi mumkin. Islom Maxachev 15-avgust kuni Filadelfiyada bo'lib o'tadigan UFC 330 turnirida chempionlik kamarini himoya qilishga tayyorlanmoqda. Dog'istonda bo'lib o'tgan kurash musobaqasida Islomdan bo'lajak jang haqida so'rashdi va Islom shunday dedi: "Rostini aytsam, avgust oyida jang qilishimni bilaman, lekin raqibim haqida hali 100% aniq ma'lumotga ega emasman. Murabbiylarim jamoasi juda yaxshi va men allaqachon yaxshi formadaman." Mana shu gaplar muxlislar orasida katta muhokama bo'lmoqda. Chunki ehtimoliy raqiblar soni juda ko'p. Ian Machado Garry, Michael Morales, Carlos Prates va avvalroq tilga olingan Kamaru Usman varianti ham bor. UFC ichida hozir juda qiziq voqealar bo'lmoqda. Justin Gaethje Oq uyda Ilya Topurya'ga qarshi jang haqida juda ishonchli gapirdi va raqibining yuzini o'zgartirishini aytdi. Ammo Ilya ham jim turgani yo'q. U Conor McGregor haqida fikr bildirdi. Conor va Holloway jangida g'olibni tanladi va Arman Sarukian haqida keskin gaplar aytdi. Gaethje jang haqida shunday dedi: "Men bu yerga shunchaki kelib qolmaganman. Men dunyodagi eng yaxshilardan biri bo'lganim uchun shu yerdaman. Oldimda mutlaqo aql bovar qilmas darajadagi kuchli raqib turibdi. Ammo mening ajoyib murabbiyim bor. Bizda zo'r reja bo'ladi va men barcha raqiblarimga qilganim kabi uning ham yuzini o'zgartiraman", dedi Justin Gaethje. Ilya Topuria Justin bilan bo'ladigan jang oldidan juda qiziq fikrlarni aytdi. Eng qizig'i shundaki, u Gaethjeni yengil qabul qilmayapti. Ko'pchilik Justinni yoshi yoki avvalgi janglarga qarab uni hisobdan chiqarishni boshlagan bo'lsa, Ilya bunga qo'shilmayapti. Topuriyaning aytishicha, Gaethje juda xavfli jangchi va uni oddiy raqib sifatida ko'rish katta xato bo'lishi mumkin. Ayniqsa uning agressiv uslubi, bosimi va har qanday soniyada jang taqdirini o'zgartirib yubora oladigan zarbalari hali ham juda katta xavf bo'lib qolmoqda. Lekin boshqa tomondan qarasak, Ilyaning o'ziga bo'lgan ishonchi ham juda baland. "Tayyor bo'l, baribir muammo ichidasan", degan mazmundagi keskin ogohlantirish berdi. Topuria McGregor Holloway jangida g'olibni tanladi. Uning gaplari: "Conor uzoq vaqt oktagonga chiqmaganiga qarab, uni Maxdan ancha kuchsiz deb hisoblamayman. Ular xuddi ikkita mitti mushukchadek bir-biriga tashlanadi. Bilasizmi, mushukchalar o'ynab urushgandek, bu jang ham xuddi shunday bo'ladi. Lekin menimcha Conor g'alaba qozonadi. Oxir-oqibat ular avval ham bir marta jang qilishgan va o'shanda Conor yutgan. Bu safar ham yutishi mumkin. Conor g'alaba qilishi kerak. Rostini aytsam, agar mendan kimga muxlislik qilayotganimni so'rashsa, men McGregorni aytgan bo'lardim. Lekin agar u Max Holloway ustidan ishonchli g'alaba qozonsa va keyin yana bir jangda yutsa, unda men Conor bilan jangga roziman", dedi Ilya Topuria. UFC ichida juda katta zanjir shakllanmoqda. Avval Gaethje, keyin ehtimol Islom, undan keyin balki Conor. Ammo bu yo'lning birinchi eshigi hali ochilmadi va o'sha eshik nomi Justin Gaethje. Demak, vaziyat juda qiziq. Bir tomonda Islom Maxachev hali raqibini kutmoqda, boshqa tomonda esa Justin Gaethje va Ilya Topuria o'rtasidagi katta urush tobora yaqinlashmoqda. Ammo eng katta savol boshqa. Agar Ilya Gaethjedan o'tsa, keyingi manzil Islom Maxachev bo'ladimi yoki o'sha jangda kim g'alaba qozonadi? Fikrlaringizni kommentariyada yozib qo'ying. Sizlar bilan Tahlil MMA kanalida keyingi videolarda ko'rishguncha barchangizga xayr.